O'ziga teng baravar kichkina 9 ot kuchli motoblokni puliga mana shu 17 ot kuchli motoblokni berib yuboramiz. Boshqa joylardan 9 ot kuchli salarkali motoblokni sotilayotgan puliga biz mana shu eng katta bo'lgan 17 ot kuchli 192 motorli salarishli motoblokni tarqatib yuboryapmiz. Motoblokda narxi arzon bo'lishiga qaramasdan uning ichiga bonuslargacha qilib beryapmiz. Mana shu ko'rib turgan Motopiles Baykal firmasiga tegishli motorlariga ahamiyat berasizlar. 5800 katta gilzali mana shu benzopilani siz tekinga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu benzopilani agar siz tekinga olmoqchi bo'lsangiz, hoziroq mana shu videoga bir dona like tugmasini bosib, kommentga kirib omad deb hoziroq yozib qo'yadigan bo'lsangiz, tekinga mana shunaqa benzopila sizga berib yuboramiz. Videoni oxirigacha ko'ring va tekinga benzopila olib keting. Videoni oxirida to'liq ma'lumotlarni beraman va tekinga sizga benzopilani ham berib yuboraman. Faqatgina videoga bir dona like tugmasini bosib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Xo'p, videoni boshida aytganimdek, mana shu ko'rib o'tgan motobloginglar motori eng katta motor 192F motor salarishli motoblokni atiga o'ziga teng baravar kichkina 9 ot kuchli motoblokni puliga berib yuboraman. Hozir ma'lumotlari narx-navosi bilan tanishtiraman va kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldiryapman. Aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Soni cheklangan 40 dona mana shunaqa motoblokni xuddi shu narxda berib yuboraman. Xohlang yig'ilgan holatda, xohlang orqa tomonda turgan korobka holatda ham olsangiz bo'ladi. Bo'lmasa ma'lumotlarni boshladim. Videoni boshida aytgandek, salarishli motobloklar ichida eng kattasi ahamiyat berasiz 192F motor. Eng katta 17 ot kuchli salarkali motoblok. Yoqilg'i turi salarka baklari 5 litrlik, salarka rasxoti ekonomishni, chunki farsunkasi bilan apparatlari originalidan qo'yilgan, shuni hisobiga salarka rasxoti kam bo'ladi akalar. Yurishlariga ahamiyat bersanglar, xohlasanglar oldida zavodnoy orqali yurg'izsanglar bo'ladi, xohlasanglar bu tomonda katta Damas starter, Damas akkumulyator, katta akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi. Kalit orqali ham bemalol yurg'izsangiz bo'ladi akalar. Va undan tashqari gulishtirlariga ham ahamiyat bersangiz, katta qilib ishlangan salarkali motoblokning ovozi baland bo'lishini hisobiga katta gulishtir qo'yilgan, ovozi pastroq chiqishini hisobiga akalar. Undan tashqari ahamiyat berasizlar korobka qismlariga. Motoblok ishlatib yurgan akalarimiz bu korobkani ko'rib bitada biladi. Katta korobkaligini, o'ziga nisbatan katta korobka qo'yilgan, eng katta 17 ot kuchli motobloklarda eng baquvvat korobka qo'yilgan. Shuni hisobiga quvvati ham shunga yarasha bo'ladi akalar. Orqa tomonida qishloq xo'jaligi vom joylashgan. Bunga o'tiradigan kaselka, rotorli kaselka, suv nasoslar, karter apparatlarida ulasanglar bo'ladi. Mos qismiga ham ahamiyat bersanglar, ancha baquvvat hamda yaxshi qilib ishlangan bo'ladi. Balonlari yaxshi yumshoq balonlardan qo'yilgan bo'ladi. Rollari uzun qilib ishlangan. Skoroslariga ahamiyat bersanglar, bu tomonda oldiga 1, 2 skorosi bor, orqaga bu tomonda bitta zatniy o'ti bor, bu tomonda seplenasi bor. Xo'p, teva tomonda kompressorni qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Oldi tomonda juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralari bilan jihozlangan bo'ladi. 1 soatda 7-8 grammdan rasxod qiladigan bu original 17 ot kuchli motoblogimiz pulini atiga 9 ot kuchli motoblogni puliga beryapmiz. Komplektatsiyasiga frezasi, tormozi, dokumenti, kuluchi va motoblok original bo'lganligini hisobiga 1 yil garantiyasi bilan atiga 8.500.000 so'mdan tarqatyapmiz. Boshqa joylarda ahamiyat bersangiz, 9 ot kuchli starterli mana shunaqa salarkali motoblokni 8.500.000 9 ot kuchligini sotishyapti. Biz 8.500.000 ga eng katta mana shu 17 ot kuchligini beramiz. Aytib o'tganimdek, videoga bitta like bosib qo'yadigan bo'lsangiz, kelganingizda hozir aytgan narximdan tushirib ham beraman va videoni boshida aytganimdek bonuslargacha qilib beraman. Xo'p, yon tomoniga temir balonlar qo'yganmiz. Bu temir balonlarni addenni sotib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz bunaqa kichikroq razmer, xohlasangiz kattaroq razmerda addenni o'zi uchun ishlaydigan temir balonlarimiz bor. Addenni sotuvda ular akalar. Orqa tomonda agatini ko'radigan bo'lsanglar, bu agatdan ham addenni sotib olsanglar bo'ladi. Yo motobloginglar bo'lsa, o'zini agatni ham sotib olsanglar bo'ladi. Bular komplektatsiyasi chiqmaydi. Xo'p, o'ng tomonga agat olish uchun o'ng balonni iziga, chap tomonga agat olish uchun chap balonni iziga o'tadigan
turgan bu universal agatimiz katta shoxarilarni olish uchun ham juda ham qulay qilib ishlangan. Narx-navosi 500 ming so'mdan 900 ming so'mgacha. Detaliga, temirining qalin yupqaligiga, katta kichikligiga qarab narxi o'zgaradi. Videoga like bosib qo'yishni unutmaysizlar akalar. Videoni boshida tekinga mana shunaqa benzapila beraman dedim. Va'da. Bizni do'konga kelasiz. Videolarimizga faqat like tugmasini bosgan bo'lishingiz kerak. Do'konga kelganingizdan keyin xolasiz mana shunaqa katta 17 ot kuchli motoblok, xolasiz kichkina bironta motoblokni o'zingiz uchun xarid qilasiz va motoblokni sotib olganingizdan keyin bu tomonda do'konimiz bor akalar. Ahamiyat berasizlar. Bu do'konimiz ichida hozir sizlarga ko'rsatib o'tgan mana motopilalarimiz turibdi. Bundan tashqari dori apparat, svarka apparat, bolgarka apparat hamma yo'q bor. Shu hamma instrumentni mana shu to'g'rida turgan barabanga joylab qo'yganmiz. Bizni do'konga kelasiz, o'zingizga yoqqan bitta motoblokni xarid qilib bo'lgandan keyin mana shu omadli barabanimizni mutlaqo tekinga 1 so'm pul bermasdan shundoq aylantirasiz. Va bu barabanimizni aylantirganingizda bu barabanda mana bunaqa pichalka apparati tushadimi, drill apparati tushadimi, ko'rsada ko'rsatganimdek motopila tushadimi, nima instrument tushsa ham o'sha tushgan instrumentni tekinga olgan motoblogingizga qo'shib berib yuboramiz. Shuni hisobiga videoga like bosib qo'ying. Kelganingizda yaxshi instrumentlarni tekinga olib ketsangiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.